Assalomu alaykum. Efirda bugun O'zbekistonda dasturi, studiyada Ma'murjon Nafasov. Bugun Toshkent shahridagi Xalqaro anjumanlar saroyida Oltin qalam 20-milliy mukofoti uchun xalqaro tanlov g'oliblarini tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tantanali tadbir avvalida Prezident Shavkat Mirziyoyevning ommaviy axborot vositalariga yo'llagan tabrigini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot kotibi Sherzod Asadov o'qib eshittirdi. So'ngra kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan mukofotlangan bir guruh hamkasblarga davlat mukofotlari, orden va medallar topshirildi. Taqdirlash marosimida dastlab rag'batlantiruvchi nominatsiyalar g'oliblari e'lon qilindi. Joriy yilda xalqaro tanlovga jami 3905 ta ijodiy ish kelib tushgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 654 taga ko'p bo'lib, tanlovga bo'lgan qiziqish va ijodiy faollik 20,1% ga oshganini ko'rsatmoqda. Tanlovda jami 607 nafar ishtirokchi qatnashmoqda. Ularning 53 tasi jamoaviy, 554 nafar esa yakka tartibdagi ishtirokchilardir. Ijodiy ishlar ommaviy axborot vositalarining turli yo'nalishlari bo'yicha qabul qilingan bo'lib, bosma nashrlar yo'nalishiga 1288 ta, internet nashrlari yo'nalishiga 826 ta, televideniye yo'nalishiga 854 ta, radio yo'nalishiga 280 ta, fotojurnalistika yo'nalishiga 210 ta hamda publitsistik janrdagi eng yaxshi kitob nominatsiyasi uchun 52 ta ijodiy ish taqdim etilgan. Chet ellik jurnalistning O'zbekiston haqidagi eng yaxshi materiali uchun nominatsiyasiga dunyoning 40 ta davlatidan 86 nafar jurnalist tomonidan 395 ta ijodiy ish taqdim etilgan. Ma'lumot uchun rag'batlantiruvchi nominatsiyalar g'oliblariga 41 million 200 ming so'm miqdorida mukofot tayinlanadi. Oltin qalam bosh milliy mukofoti sovrindori O'zbekiston 24 telekanalining tahlilnoma ko'rsatuvi jamoasiga BYD Chazor avtomashinasi topshirildi. Barcha hamkasblarimizni mukofotlar bilan tabriklaymiz. 27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Toshkent shahrida eng yirik media forum bo'lib o'tdi. Anjuman mamlakatning turli hududlaridan jurnalistlar, blogerlar, vazirlik va idoralar, matbuot kotiblari, media ekspertlar hamda kontent yaratuvchilarni bir maydonga jamladi. Forum davomida zamonaviy media makonining bugungi talablari, milliy kontent sifatini oshirish, axborot bilan ishlashning yangi yondashuvlari hamda sohani istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari yuzasidan fikr almashildi. Anjumanda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov so'zga chiqib, mamlakatimizda media sohasini rivojlantirish, professional jurnalistikani qo'llab-quvvatlash va raqobatbardosh milliy kontent yaratishning ustuvor vazifalariga alohida to'xtaldi. Forum doirasida joriy yilning 30-martidan 26-iyuniga qadar respublika bo'ylab ilk bor o'tkazilgan media haftalik loyihasi yakunlari sarhisob qilinib, eng faol ishtirokchilar taqdirlandi. O'zbekistonda shaharsozlik va uy-joy qurilishini rivojlantirish maqsadida Turkiyaning yirik tashkilot va kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev shu kunlarda Turkiyada bo'lib, uy-joy qurilish davlat boshqarmasi rahbari Mustafa Sungur bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda uy-joy qurilishi, renovatsiya va shaharsozlik sohalarida amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvga erishildi. Tashrif davomida Sarikoch Holding, Emlak Konut, Musaid kabi yirik kompaniyalar bilan muzokaralar o'tkazildi. Shaharsozlik bo'yicha eng yaxshi tajribalarni O'zbekistonda joriy qilish bo'yicha fikr almashildi. O'zbekiston aholisining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 9 yoshga oshdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistonda doimiy aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 75,4 yoshni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 1991-yilga nisbatan 9 yoshga oshgan. Mazkur ko'rsatkichning yillar kesimidagi dinamikasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1991-yilda 66,4 yoshni, 2025-yilda esa 75,4 yoshni tashkil etgan. Bir oyda muammoli kreditlar hajmi 1,7 trillion so'mga oshdi. O'sishning asosiy qismi davlat banklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, oy davomida muammoli kreditlar hajmi 1 trillion 692 milliard so'mga ko'payib, 1-iyun holatiga 23 trillion
609 milliard so'mga yetgan. Hozirda tijorat banklarining jami kredit portfeli 635 trillion 978 milliard so'mni tashkil etadi. Shundan 3,7% muammoli kreditlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. May oyidagi o'sish aprelda qayd etilgan 2 trillion 56 milliard so'mlik rekord ko'rsatkichdan past bo'lsa-da, banklar aktivlari sifati bo'yicha bosim saqlanib qolmoqda. Davlat banklari kredit portfeli 420 trillion 443 milliard so'mni tashkil etgan bo'lib, shundan 16 trillion 696 milliard so'mi yoki 4% muammoli kreditlardan iborat. May oyida davlat banklaridagi muammoli kreditlar 1 trillion 599 milliard so'mga, xususiy banklarning kredit portfeli 215 trillion 536 milliard so'mni tashkil qildi. Bu segmentdagi muammolar kreditlar 6 trillion 914 milliard so'm yoki kredit portfelining 3,2% ga teng. Toshkentda narkotahdidlarga qarshi kurashishga bag'ishlangan tadbirda qariyb 3 tonna giyohvandlik vositalari yo'q qilindi. Poytaxtimizda jahondagi narkotahdidlar, dolzarb muammolar, yangi chaqiriqlar va ularni bartaraf etishning innovatsion yondashuvlari mavzusidagi xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Ushbu anjuman 26-iyun xalqaro giyohvandlik vositalarini suiiste'mol qilish va ularning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash kuni munosabati bilan tashkil etildi. Tadbirda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha davlat va hududiy komissiyalar a'zolari, mutasaddi davlat organlari, jamoat tashkilotlari rahbarlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari vakillari, mutaxassislar va ekspertlar, xalqaro tashkilotlar va hamkor tuzilmalar vakillari, respublikadagi diplomatik korpus va konsullik muassasalari vakillari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Konferensiyada O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi operativ boshqaruv bo'limi hamda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoda giyohvandlik vositalari tarqalishining oldini olish dasturi rahbarlari so'zga chiqdi. Shuningdek, anjumanda giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi kurashga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh davlat idoralari xodimlari va jamoatchilik vakillari, narkotiklarga qarshi kurashish fidoyisi ko'krak nishoni, yil davomida giyohvandlikka qarshi targ'ibot ishlarida ishtirok etgan faollar esa targ'ibot a'lochisi mukofoti bilan taqdirlandi. Bundan tashqari tadbirda o'tgan 1 yil mobaynida O'zbekiston hududida huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan noqonuniy muomaladan olingan giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari va prekursorlarni yo'q qilish marosimi onlayn tarzda namoyish etildi. Siz bugun O'zbekistonda dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.